Hurmatli mahalladoshlar, shu mahallamizdagi masjidimizda janoza namozi ado etiladigan joy sharoitini qilmoqchimiz. Mana har kim o'z imkoniyatiga qarab hissangizni qo'shishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum mahalladoshlar, iymondoshlar. 2025-yil 5-oy mana 5-may sanasi mana Jizzax viloyati Andasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burxoniddin Marg'ilonli jome masjidi. Ayrim tushunmovchiliklar bo'lgan sababli ko'plab mahalladoshlarimiz, aka-ukalarimiz telefon qilib bir man toshni nima qilasiz degani uchun, tushunmagani uchun tushuntirish maqsadida ushbu videomni olyapman. Xo'sh, bir man kilinesimizda mana qo'shni hovli tomondagi devorimizni olib tashlab, loyqishdan bo'lgan devorimizni olib tashlab, yangi fundament qismiga ishlatamiz va mana shu tomondan mana devorni olib tashlab fundament qo'yiladi va mana o'rtaliq ko'chadan xo'sh bir eshik ochilib, mana gilam tutilgan joydan bu ham tekislanib ketadi. Gilam tutilgan joydan shu tomondan eshik qilinib, mana bu yerda stejka bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda stejka bo'ladi va mana yerda mayit qo'yiladigan joy bo'ladi. O'shani tushuntirib o'tmoqchiman. Shuning uchun ko'proq tosh so'ralyapti. Ayrim mana ertaga kuzda havosi, qishda havosida ayrim xonadonlarda mayit chiqarishga, janoza o'qishga sharoitimiz bo'lmay qoladi, hurmatli mahalladoshlar. O'shanday kunlarda mana mayitni olib kelib, shu masjidimizda janoza namozini o'qib, xo'sh, mana shu yerda ado etib qo'yib keladi. Mana shunday do'stlar, o'shaning uchun bir man kilini so'ralyapti. So'ralgan joyi yordami shu. Mablag'mi, kilinismi? Marhamat niyat qilgan insonlar bo'lsa, hozir karta raqamimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shunday do'stlar, hali ishlarimiz ko'p masjidimizda. Mana masjidimiz. Mana masjidimizning darvozasiga, mana shu masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqami mavjud. 5614 6820 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Xo'sh, murojaat uchun telefon raqam 93lik 323 0081. Mana shunday do'stlar, harakat qilaylik. Shu masjidimizda bir chiroyli joy qilib, xo'sh, mana shu sharoitimiz bo'lmay qolganda mayitlarimizni, janoza namozlarimizni mana shu yerda ado etib qo'yish sharoitini qilaylik. Mana shunday bir man kiliniz kerak. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.